Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli parvoz aka-ukalar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Hammaga yaxshi kayfiyat. Bugun yana qisqa bir chiroyli suhbat qilamiz. Bugun bir o'zgacha suhbat qilamiz. Bu mana o'sha nokaut jujamiz 3-inchisi. Ikkitasini berganman Sirdaryoga, ko'rgansizlar. Hozir videosini ham qo'yaman. Mana. Endi xolos chiqib ketyapti. Shoning hisobi mana. Katkillab turibdi, sop-soq. Bu cho'qma. Bu 3-inchisi olib qolingan kichikroqi. Betlamaydi derdim-ku, ham chiqdi bu. Bu sotilmaydi. Tomosha sotilmayapti hozir. Ketdi mana. Mana. Voy, ketishni ketdi mana. Sotilmaydi o'rtoqlar. Tomoshaga bunisi ikkita makiyani qo'shib qo'ydik. Yaxshi turk makiyalardan qo'shib qo'ydik, xudo xolasa. Zot olinyapti. Asli loyga olib tushishni niyati yo'q deb qo'lga o'rganmagan. O'shanda men aytganman, betlamagan, qo'lga o'rganmagan degan ma'noda gapirsam, ko'pchilik aka o'zi bilmayapti shu joyingizni. Bizga soting deb qolishdi. Hozir sotilmaydi, bolada yuribdi bu. Ay joning sog' bo'lgur. Yaqinroq oling, operator endi iloji yo'q. Loyga tushib ketib qoldi. Ko'z tegmasin. Intervyu boshlanishdan oldin qochib ketib qoldi. Endi buni qanday ishlaymiz buni? Turishlarini qarang. Bekorchilar Telegramda. Telegramda bekorchisi bor birinchisi. Qo'limdagi saman. Bu saman voy chaqirishini joningdan. Bu saman bu ham Shaxantdan keldi, to'g'ri. Bu Asad akamdan keldi. To'rkila 7 fevralskiy. Ko'pchilik adashtirib qo'yapti. Bu saman boshqa haligi hamma ishqibozi menga telefon qildilar-ku. Tog'ani nomerini bering, tog'a qaydanlar, tog'a hatto o'zimizning rayon ham вообще surishtirib bordi. Kesimi kichkinaroq undan. Bu 4,5 kilo chiqmaydi bu, to'g'risida. Lekin o'ta polvon, o'ta baquvvat juja. Bu mayskiy jujalardan, aprelda oxir, mayda boshi. Bo'ynlari ham juda baquvvatda. Bu boshqa o'rtoqlar. Bu bo'ylari ham juda uzun. Bo'ydor xo'rozda bu. Mana joning sog' bo'lgur. Bu kichkinaroq. Xudo xolasa moshni. O'rtoqlar, mana shu xo'roz bilan ikkalasini bir 5 minut bekorsini ko'ramiz deganlar. 1000 ta kommentariy, 2000 ta like bosib yuboringlar, kechga qo'yib yuboraman. Kechgacha soat 12 gacha, mana kechki soat 12 gacha 1000 ta kommentariy, 2000 ta like bo'lsin. Bo'lish qiyin deysizlar. 5000, 10000, 20000 odam tomosha qilyapti eng kamida. Bu yog'i 100,000, 40,000, 50,000. Bosib yuborish qo'ldan kelmaydimi? Lekin bizni qo'ldan keladi va'daga vafo qilish. Gap yo'q. Xo'rozni yaqinroq oling, kattaligini. Yoniga kelib oling. Joning sog' bo'lsin. Endi buni qarang, kichkinaligini. Lekin buni zotini surishtirganimizda, tog'ani zotlari yurgan zotlar ekan, ishqiboz bo'lib olib keldik-da, xudo xolasa. Gap yo'q. Mana. Zakonni juja bu ham o'rtoqlar, ishqibozlar. Sotiladi. Buni yengil qilib beraman, 4 kilo. Joning sog' bo'lgur. Bekarsiz Telegram kanali birinchisi ama. Bu ham mayskiy. Yarim tayyor. Ikkinchi bekorsini qilib, uchinchisiga zo'r xudo xolasa, ha? Moshni juja. Ay joning sog' bo'lgur. O'ta chiroyli-da, qanotlari kerayib yuradilar bag'am. Joning sog' bo'lgur. Ay joning sog' bo'lgur. Sayraydilar baq. Ajoyib. Mana o'rtoqlar bu kattarog'i 4,5 kilo pashti bu. Joning, oy joning. Ha, joning sog' bo'lgur. Ularni ham bekorchilarni Telegram kanaliga qo'yib qo'yamiz. Qisqa video qilyapmiz, voy. Joning sog' bo'lgur. Ha, shaqillatib qo'ychi. Mashalloh. Go'zal narsalar bular, kichkintoy. Pullarni yengil qilib beraman obunachilar, xudo xolasa. Aloqaga chiqasizlar mana. Telegramga kirib bekorchilarni ko'ringlar, ishqiboz bo'linglar. Holatiga qarasha narxlarini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Mana o'rtoqlar kullimiz. Buni ham bekorchisi bor, o'ta mo'sh bu ham, xudo xolasa. O'ta go'zal. Mana o'rtoqlar sana. Buni tumshuqlariga ishqiboz bo'ladigan ekanda, вообще. Turklari. Bellari ham o'ta cho'tka ekanda, o'rtoqlar. Ertangi fevralisi do'stlar. Joning sog' bo'lgur. Joning sog' bo'lgur. O'rtoqlar mana yurishlarini qarang. Joning sog' bo'lgur. Haqiqiy 100 talik toza shalpanlarda o'rtoqlar bular. Piqchi xo'rozlar ekan. Piqni qarang.